Iskandar Mahmudov O'zbekiston tuprog'idan chiqqan Rossiya iqtisodiyotidagi eng yirik magnatlardan biri. U 1963-yil 5-dekabrda tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining sharqshunoslik fakultetini tamomlagan. Dastlab tarjimon sifatida faoliyat boshlagan, keyinchalik faoliyatini Afg'oniston va Yaqin Sharqda davom ettirgan. 1990-yillarda Rossiyaga yo'l olib, qisqa vaqt ichida sanoat imperiyasini qurdi. Bugun uning qo'l ostida Ural UMMC, Kuzbasras Rezugal va o'nlab boshqa korporatsiyalar mavjud. Mahmudovning aktivlari rasmiy ma'lumotlarda 7 milliard dollardan ortiq, lekin norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra uning imperiyasi 20 milliard dollardan yuqori qiymatga ega deb hisoblanadi. Uning kompaniyalarida 80 mingdan ortiq ishchi faoliyat yuritadi. U nafaqat mis va metal qazib olishni, balki transport, portlar, temir yo'llar va bank tizimining bir qismini ham nazorat qiladi. Har yili UMMC orqali ishlab chiqariladigan 1,5 million tonnadan ortiq mis nafaqat Rossiya, balki dunyo bozorini ta'minlaydi. Iskandar Mahmudovning kuchi boylikda emas, balki nazoratda. Uning qarori butun zavodlarning kelajagini, mintaqalarning iqtisodiy taqdirini va minglab oilalarning nonini belgilaydi. U ochiq siyosatda ko'rinmaydi, ammo Kreml kabinetlarida va xalqaro bank kelishuvlarida hal qiluvchi figura sifatida turadi. Iskandar Mahmudov milliardlarni o'z qo'lida aylantirgan, tizim ichida o'z o'rnini betonlab qo'ygan magnat hisoblanadi.